Siz bilmagan, lekin aslida futbol klublariga egalik qiladigan futbolchilar va ulardan ba'zilari sizni hayratda qoldirishi aniq. 4-o'rinda Vinicius Junior. Real Madrid yulduzi faqatgina yashil maydonda portlamaydi. U shuningdek Portugaliya 2-ligasida o'ynayotgan FK Alva klubining ham bir qismiga ega bo'lib, yosh bo'lishiga qaramay allaqachon klub xo'jayinidek fikrlamoqda. 3-o'rinda Ronaldo Nazario, barcha davrlarning eng zo'r hujumchilaridan biri va hozirda La Ligada ishtirok etuvchi Real Valladolid klubi xo'jayini. Gollar urishdan tortib butun boshli klubni boshqarishgacha yetib keldi. 2-o'rinda Kylian Mbappe, hamon dunyoning eng yaxshi o'yinchilaridan biri. Biroq allaqachon 2-ligadagi Cannes klubi orqali o'z kelajagiga sarmoya kiritishga ulgurgan. Maydonda tezkor, maydon tashqarisida esa aqlli harakatlar. Va 1-o'rinda Cristiano Ronaldo. Yillar davomida futbolda hukmronlik qilgandan so'ng u Almeria klubi aksiyalarini xarid qilib, xo'jayinlikka qadam qo'ydi. Ronaldo klubning 25% qismini sotib olgandan beri jamoa 3 million obunachiga ega bo'ldi va Instagramda eng ko'p kuzatiladigan ispan klublari orasida 5-o'ringa ko'tarildi. Eng so'nggi o'yinlarni jonli efirda tomosha qilish va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun BV Sport Telegram kanaliga obuna bo'ling.